Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni jonli efirda ko'rib turganimdan xursandman. Jonli efirni boshlashimizdan oldin chatda yozinglar, o'zinglarni his qilishinglar qanaqa. Xohlagan Telegramdan ko'rayotgan ishtirokchilarimiz o'zinglarga mos bo'lgan reaksiyani Telegramni smayliklaridan topib qo'ysanglar bo'ladi. Tak, YouTube'da ko'rayotgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, yozsanglar ham bo'ladi. U yerda ham lekin bor reaksiyalar har xil. O'zinglar holatinglar to'g'risida ma'lumot beringlar. Tak, yaxshi. O'rtacha. Xo'p. Yaxshi. Demak, bugungi jonli efirimizni nomi xavotir va qo'rquv ularni qanday yengish mumkin degan mavzusida gaplashamiz. Ko'pincha bu shikoyatda juda ko'pchilik bemorlarim ham, mijozlarim ham shu haqda shikoyat qilishadi. Yuragim dukullab ketadi, ko'p xayollar miyamda aylanib yuradi, kechqurun uyqum qochib ketadi shundan deb gapirishadi. Lekin nimani his qilishayotganini yoki nima sababdan bu kelishi ularga tushuntirib berisha olmaydi. Va undan tashqari yana shunaqa shikoyatlar aytishadiki, qachonki bir qaror qabul qilish kerak bo'ladi, oldida bir nimani yechish kerak bo'lgan paytda harakat qilish o'rniga qotib qolishadi yoki orqaga surishadi bu narsalarni. Agarda sizda ham shunaqa holatlar o'zingizda kuzatgan bo'lsangiz, bu demak bugungi efirimiz sizga juda ham foydali bo'ladi. Faqatgina nazariy ma'lumotlar bermayman, balki amaliyot ham bajaramiz aniq vositalar bilan. Mani ismim Saodat Ergashevna Qodirova, nevrolog shifokor hamda psixologman. Nevrologiyada ishlaganimda shu xavotir, qo'rquv bo'lgan bemorlar, depressiyali bemorlarni davolaganimda ko'pincha dorilar bilan davolaydi, bilasizlar, nevrologlar shifokor bo'lganiga. Va bu bemorlarimni MVDni gospitalida, Ichki ishlar vazirligiga qarashli gospitalda ishlaganim uchun u yerdagi bemorlar har doim takroran ularni uzoq muddat kuzatish imkoniyati bo'ladi, chunki takroran shu gospitalga davolanishga kelishadi. Va shunda bemorlarga bir vaqt o'tgandan keyin dorilar ta'sir qilmayotganiga ko'p e'tibor berganman, ayniqsa shu panichniy ataka, xavotir, qo'rquv bo'lgan bemorlarda takroran kelib. Va bunda shu psixologik holatlarga bog'liqligi to'g'risida tajribam ortgan sari buni tushunish boshladim va shuning uchun psixologiyaga kelishimdan sabablaridan bittasi shu narsa bo'lgan. Va demak, va psixologiyada o'qib o'rganib, atomli metod deyiladi. Shu metodini o'qib o'rgandim va umumiy psixologiyada ham hozir mana uni tugatib, diplomimni kutyapman, keladi. Xudo xolasa, 3 yildan ortiq psixologiyada ham tajribam bor. Endi bugungi jonli efirimizni mavzusiga o'tadigan bo'lsak, ko'pincha mijozlar puldan, kelajagidan yoki boshqalar nima derkin degan narsadan tashvishlanishadi. Va ichida qanaqadir nima deb aytiladi, bu kuchi yo'qligini yoki ichki falajlik bo'ladi. Chunki bir nima qilmoqchi bo'lishadi, bir loyihalari bo'ladi, fikrlari bo'ladi, shularni amalga oshirish uchun, lekin harakat bo'lmaydi, to'xtab qoladi. Ich-ichidan kuchi bo'lmaydi shuni qilishga. Va ko'pincha muntazam ravishda asabiylik, charchoq 24/7 fon bo'lib xavotir turadi. Bunga ulgurmasamchi, buni qilolmasamchi, va bu narsa o'z-o'zidan juda yuqori напряжение, zo'rayish ko'p bo'lgandan, vaqtida dam olmasligidan, shu charchoq, uyquga to'ymasligi, asabiylikdan yig'ilib xuddi bir
uzilib ketadigandek ip olib qattiq tortganimizda uzilib tortilib turgandek shu holatda yashashadi. Undan tashqari inson o'zgarishli kerakligini tushunadi, lekin o'zi o'zgarishlardan qochadi. Bugun ham bir tanishim kompaniyada ishlaydigan iltimos qildi, bizani xodimlarimiz trening o'tib bering deb. Men biznes trener bo'lib ham ishlaganman, shuning uchun kompaniyalar meni treningga o'tishga chaqirishadi va shunaqa tahlil ham o'tib beraman. Shunda ko'pchiligi komfort zonasidan chiqishni xohlashmaydi, shunga nolib yurishadi, shundan o'zini ishiga ziyon bo'layotganini tushunishmaydi, uni tushuntirib bera olmayman deb o'zi rahbar bo'lganligi uchun o'zini qo'l ostidagi xodimlarini shunaqa deb gapirib berdilar. Nima trening o'tkazmoqchi bo'lganlarini, nima maqsadlarini ko'rib chiqishim kerakligi to'g'risida gaplashgan edik. Ya'ni bu narsa nafaqat insonni o'ziga bog'liq, balki bir o'ziga, balki jamoa bo'lib ishlaydigan firmalarda, kompaniyalarda ham xuddi shunaqa katta jamoalarning ichida ham bir ikkita yoki masalan jamoani butun ichida shunaqa holatda yashaydigan odamlar ham bo'ladi. Komfort holatidan chiqib ketmaydi va biznesini, kompaniyani ishini orqaga tortadi. Munosabatlarga keladigan bo'lsak, munosabatlarda ham xuddi shunaqa bir nima mojaro chiqishidan, konflikt bo'lishidan inson qo'rqadi va o'zini ushlab turadi, qochadi ulardan, rad etishlaridan qo'rqadi va munosabatlarda ham bu taranglik kuchayishini va zo'rayib borishini kuzatiladi va yig'ilib borganda munosabatlarda bilamiz, bir kun kelib u portlashga olib keladi. Va yana dam olmaslik, bu ta'tilga chiqqanda ham oilasi bilan birgalikda bir fikri joyidan chiqmasligi, bularning hammasi ham shu xavotirni, tashvishi olib keladi. Endi savollaringiz bo'lsa, izohda yozib boringlar. Salom hammaga, привет, здравствуйте. Shunda savollaringizga ham javob beraman. Endi xavotir va qo'rquv ular nima bilan bir-biridan farq qiladi degan savol berishinglar mumkin. Qo'rquv va xavotir o'zi aslida insonga tug'ilgandan miyasiga yozilgan bir programmasi deb aytsa bo'ladi. Po umolchanию deb aytiladi. Masalan, kompyuteringizga bir programma yozmoqchi bo'lsangiz yoki telefonda programmalar qaysi biridir o'zi ichida yozilgan bo'ladi. Xuddi shunaqa inson bu programmalar bilan tug'iladi. Lekin ibtidoiy jamoada masalan insonni yashab qolishi uchun, hayotini saqlab qolishligi uchun qo'rquv juda muhim bo'lgan. Qo'rquv bu hozirgi shu real paytda qanaqadir xavfga, tahdidga odamni reaksiyasi hisoblanadi. Lekin hozir dinozavrlar yo yirtqich hayvonlar yo bu qo'rquvdan, ya'ni qochib inson o'zini jonini saqlab qolgan, shu qo'rquv reaksiyasi bo'lganligi uchun. Va xavotir esa bu hali sodir bo'lmagan narsadan qo'rquv bo'ladi. Ko'pincha xavotir asosan o'zi xavotir bu kelajakdan qo'rquvdan kelib chiqadi. Shuning uchun ham bu xavotirni o'chirib qo'yish, uni e'tibor qilmaslik juda qiyin bo'ladi. Chunki bu mavjud bo'lmagan narsadan siz qocha olmaysiz. Ya'ni xayolingizda bu yashab turaveradi va takroran miyasini holatiga, asab sistemasini, tizimini holatiga qarab u kelib chiqaveradi. Endi nima uchun xavotir kuchayadi? O'zi umuman tahdid bo'lganda insonning reaksiyasi qochish, qotib qolish va urush, bebigi zamri degan reaksiyalar bo'ladi. Va biza ko'pincha masalan
shu xavotir bo'lganda undan o'zimizni olib qochmoqchi bo'lamiz. U haqida o'ylamaslikka harakat qilamiz yoki bo'lmasa o'zimizni chalg'itamiz, serial ko'ramiz yoki bo'lmasa kimdir ko'p ovqat yeb qo'yadi yoki keraksiz o'ziga masalan ko'p ijtimoiy tarmoqlarni varaqlash bilan vaqti o'tishi mumkin. Bunda xavotir yana o'sib boradi. Keyingisi bu kognitiv buzilishli bo'ladi, kognitivniy искажение deyiladi. Bunda masalan anaqani bir holatni juda ham kattalashtiradi. Falokatlarni juda katta qilib ko'rsatadi. Masalan, qanaqadir yomon narsa bo'lishi mumkin. Siz uni shu darajada katta qilib ishirib yuborasizki, fil bo'lib ketadiki, bu narsa taningiz xuddi real sizga xavf-xatar bor deb buni sezishni boshlaydi. Va yana uchinchisi bu o'zingizga o'zingiz ishonmaysiz. O'zingizda ichki tayanch yo'q. O'zingizga suyanish hissi yo'q bo'ladi va qanaqadir noaniq holat bo'lsa, bu hammasi sizga tahdid solayotgandek, xavf-xatar deb buni inson his qiladi. Va albatta xavotir kuchayib boradi. Endi amaliyot o'tamiz siz bilan. Ko'pincha shunaqa xavotir kuchayib ketgan paytda yoningizda hech kim bo'lmasligi mumkin, shifokorga borishga vaqtingiz bo'lmasligi mumkin. O'ziga o'zi yordam beradigan amaliyotlarni sizlarga aytaman. Xavotir bosgan paytda uni xoh transportda, xoh ish joyingizda, xoh uyda, xohlagan joyingizda buni qilishingiz mumkin va ko'p marta ham takroran bajarishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun nima qilasiz? O'tirishingiz kerak, ko'zingizni yopishingiz shart emas. Atrofingizda ko'rayotgan 5 ta narsani sanab takrorlab aytishingiz kerak. Xohlang ovozingizni chiqaring, xohlang xayolingizda bu narsani aytasiz. Masalan, nimani ko'ryapsiz? Manda lampa turibdi, noutbukim turibdi, gilam ko'ryapman, oyni, pardalarni ko'ryapman. Masalan, shunaqa qilib atrofingizdagi 5 ta narsani ovozingizni chiqarib aytdingiz. Va keyingisi 4 ta tovushni quloq solasiz, atrofingizda nima 4 ta tovushni eshityapsiz. Hozir o'zida darvozani u yog'ida mashina o'tdi, qo'shnimning uyida musiqa ovozi eshitilyapti va ekran mana bu narsalarni ishlab turgan ovozini eshityapman. Ya'ni shu narsalarni eshitayotgan narsangizni tovushlarni aytasiz. Demak, eslab qoldinglar. Birinchisi 5 ta narsani, ko'rayotgan narsangizni nomini aytish. Ikkinchisi eshitayotgan tovushlarni aytasiz, 4 tasini. Uchinchisi bu ushlab ko'rishingiz mumkin to'qimani nomini aytasiz. Masalan, ushladingiz, bu to'qima karton korobka, qog'ozli narsa yoki bo'lmasa silliq plastmassa narsa qo'lingizga ushladingiz yoki kiyimingizdagi to'qimani, masalan, bunaqa to'qilgan paxtali mato. Shu qo'lingizga tekkan atrofingizdagi bor narsa yoki masalan stolni ushladingiz, bu yog'ochdan bo'lgan narsa deysiz. Keyingisi 4-inchisi bo'ladi. Bu hozirgi ayni damda sezayotgan 2 ta hidni aytasiz. Fillab ko'rasiz va aytasiz. Hozir menga yomg'ir yog'di, do'l yog'di, oyni ochib turganligi uchun shu juda ham yomg'irdan keyingi keladigan havoni hidi kelyapti. Bo'ldi. Hozircha bitta shu narsani juda kuchli kelayotgani va shamol bilan birga keladigan gulga o'xshagan narsani hidi kelyapti. Keyingisi siz bo'lsangiz atrofingizdagi hozir o'zida bajaring va o'zingiz bunda his qilib shu analizatorlarni ishlayotganiga e'tibor berasiz. Va 5-inchisi bu bitta nima tam sezayotganingizni o'zingizga gapirasiz. Men hozir choy ichdim, choyimni mazasi kelyapti. Bu
analizatorlaringizni ishlatib etganingiz, ya'ni ko'rganingiz, ko'zingiz bilan ko'rgan narsani aytasiz, qulog'ingiz eshitadi, to'qimani sezasiz, qo'lingizdagi sezgi retseptorlari ishlaydi, hid retseptorlari ishlaydi va ta'm retseptorlari ishlab, bu analizatorlar ularni aktivlashtirib, sizni shu tahdid solayotgan xavotirdan qaytarib, miyangizni hozirgi rejimda ishlashga, hozirgi hayotingizga qaytarishga yordam beradigan amaliyot hisoblanadi. Shuning uchun uni bajarib ko'ring va o'zingizga qanchalik yordam berayotganini e'tibor berishingiz mumkin. Ayniqsa shu xavotir paytida sizga yengillik beradi. Endi keyingisi bu nafas reaksiyasini, nafas olish texnikasini ko'p aytaman. Bunda qanaqa bajaramiz? Buni ham xohlagan joyingizda, xoh transportda ketayotgan bo'ling, xoh ishda ishlab o'tirgan bo'ling yoki o'zingiz bo'lsangiz ham, idish yuvayotgan, ovqat qilayotgan bo'lsangiz ham, har qanday holatda bajarishingiz mumkin bo'ladi. O'tirishingiz ham shart emas, tika turgan holatda ham bajarish mumkin. Yurib ketayotgan paytda ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bunda birinchi galda 4 gacha sanaysiz va nafas olasiz. Chuqur nafas olamiz burundan. 1 2 3 4 deb sanaysiz. Ikkinchisi, keyingisi bu 7 gacha sanaysiz va nafasingizni ushlab turasiz. Buni boshlanishida bir xil mijozlarim bajarisha olmaydi, chunki nafas ushlab turish kimgadir qiyinchilik tug'diradi. Buni hech qo'rqadigan joyi yo'q yoki sizda qanaqadir kasallik borligini bildirmaydi. Buni takroran trenirovka qilib bajarganingizda nafas ushlab turishga ham erishasiz. Ya'ni 7 gacha sanaymiz va nafasni ushlab turamiz. 7 gacha sanadik, keyingisi nafasni 8 ga sanaymiz, 8 gacha sanab nafasni chiqaramiz. Ya'ni nafas chiqarish nafas olganimizdan uzoqroq davom etadi. Va buni ham 3 marta takrorlaysiz. Bu texnika asab tizimingizni 2 minut davomida tinchlantiradi. Shuning uchun panический atakasi bo'lgan yoki xavotirdan ko'p aziyat chekadigan odamlarga buni tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi tinchlantiradi, tez tinchlantirasiz va ayniqsa mana kimdir hayajonlanib собеседованиеga kirayotganda, intervyuga kirayotganda boshlig'i bilan gaplashish kerak bo'lsa yoki majlislarda nutq gapirish kerak bo'lsa, shu nafas mashqini bajarganingizda ham bu narsa sizni holatingizni yengillashtiradi va shu so'zga chiqishingiz kerak bo'lsa yoki xayollaringizni jamlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Endi hozir bajargan bo'lsangiz, holatingiz bilan bo'lishing. Qanaqa o'zingizni his qilayotganingiz to'g'risida bo'lishing. Agar bajargan bo'lsangiz. Yaxshi bo'ldi. Tak, xursandman foyda berganidan. Endi yana bitta texnikani bermoqchiman. Bunda yana bitta texnika, bunda fikrlaringiz ko'p bo'lgan paytda nima real degan texnika. Shunaqa xayollaringiz ko'payib, hayajonlanib ketayotgan yoki xavotirga tushgan paytingizda o'zingizga savol berasiz. Hozir nima ro'y beryapti? Hozirgi vaqtda o'zida eng yomon sodir bo'ladigan narsani ehtimolligi qancha? Va hozir o'zida men nima qila olaman? Yozib olsanglar ham bo'ladi bu savollarni. Hozir birinchisi, hozir nima ro'y beryapti? Va hozir o'zida eng sodir bo'lishi mumkin, eng yomon narsa ehtimolligi, sodir bo'lishi mumkin, eng yomon narsani ehtimolligi qancha? Va hozir o'zida men nima qila olaman? Agar bu holatni o'zgartira olsangiz, uni o'zgartirasiz. Agarda qo'lingizdan hech nima kelmasa, buni ham tan olib etasiz va shunga qarab o'zingizda bu narsa ham sizni hozirgi holatga qaytarishga yordam beradi.
Если у вас сейчас паническая атака, вам нужно будет выполнить то, что я вам сказала. Технику 5, 4, 3, 2, 1 или же хотя бы дыхательную технику. Так, или же задайте этот вопрос. Что сейчас происходит и что самое плохое, опасное может произойти сейчас или угрожает мне, и что я могу сделать в данный момент. Endi savollaringlarni yozinglar, javob beraman. Bajarib ko'rdim. Chalkashib ketgan bo'lsangiz, zapiska qo'yganman. Tak, zapisda ham ko'rib bajarsangiz bo'ladi, takrorlab. Nima uchun xavotirdan bir xilli boraman psixologga, lekin hech ham chiqib ketmayman yoki qaytariladi deb aytishadi. Chunki kimlardadir panический atakalarni tagida nimadir sabab bo'ladi. Inson bundan qochadi va miyasi shu panический ataka bo'lib o'zini tanasidagi o'zgarishlar bilan buni yo'qotgan bo'ladi. O'zini bloklaydi shu bilan. Shunda bir nechta har xil uzoq muddat bilan ishlaganda xavotir, qo'rquv bilan panический atakalar bilan bir nechta yo'nalishda ishlash kerak bo'ladi. Bu tanasi bilan muntazam ravishda ishlash va shunda shuni aytishim kerakki, ko'pgina mijozlarim tanangizni nima his qilyapsiz degan savolga ko'pincha hech nima his qilishmaydi. Nafas harakatlari даже mana nima ta'm sezayotganiga ham e'tibor bermaydi. Bu narsalar hammasiga xuddi o'zida yo'qdek bu narsa bo'ladi. Hozirgi bergan yuqorida bergan mashqlarimni bajargandan keyin e'tibor bersangiz, atrofingizdagi narsalar qanchalik boshqachaligidan nafaqat hidni ta'm bilishi, balki yorqinroq atrofingizdagi ranglar ham yorqinroq bo'lganini his qilishi va ko'rishni boshlaysiz. Shuning uchun tana bilan bu muntazam ravishda ishlash kerak bo'ladi. O'zingizdagi kognitiv buzilishlar bormi yoki yo'qmi? Qanaqa o'rnashmalaringiz bor? Umuman olganda xavotir va qo'rquv tegi, ildizi, negizi nimadan kelib chiqayotganligini shularni aniqlash kerak bo'ladi. Va bu kognitiv buzilishlar bilan ishlash kerak bo'ladi. Kognitiv buzilishlar juda ko'p bo'ladi. Nima deb so'rabdilar? Masalan, anaqani katastrofizatsiya deb aytishadi, katastrofa deydi-ku. Shuni kattalashtirib berishi yoki bu narsa xuddi inson o'zi juda ham kichkina, atrofidagi bo'layotgan narsalar juda katta, unga hech narsaga kuchi yetmaydigandek his qiladi. Shuning uchun qo'rqadi, undan xavotir bo'ladi. Yoki hamma narsa hayotida juda yomon ketyapti, o'zi hamma narsa yaxshi bo'lsa ham, hamma narsa yomon ketyapti, bu unda bir yomon hayotida o'zgarishga olib keladi deb qo'rqishadi. Hammada juda har xil yoki menda hech qachon yaxshi narsa bo'lmaydi, yoshim 30 dan oshdi yoki 40 dan oshdi, bo'ldi, faqat yomon narsa bo'laveradi hayotimda degan anaqa kognitiv buzilish bo'ladi. Uni turlari ko'p. Hozir birinchi esimga kelganlarini aytayapman. Hamma mijozlarimda turlicha bo'ladi. O'zi umuman olganda psixologiyada ham shu tadqiqotlar o'tkazilgan, ularni turlari ko'p. Erkaklar hammasi xiyonatkor bo'ladi degan kognitiv buzilish bo'lishi mumkin ba'zi ayollarda. Shuning uchun undan tashqari menga hech kim yaxshilik qilmaydi. Faqat o'zimni o'zimga ishonishim kerak, o'zimga orqa qilishim kerak degan narsa bo'ladi. Odamlardan yaxshilik kutmagin degan. Albatta qo'llab-quvvatlash va muhit atrofingizdagi juda ham muhim narsa hisoblanadi, lekin siz bunda yolg'iz faqat qolishingiz kerak, yolg'iz buni o'zingiz eplashingiz kerak degan narsa shart emas. Chunki masalan, meni o'zimni klubim bor. Bu klubda masalan o'zini hayotini yaxshi tomonga o'zgartirib, o'zini orzusidagi hayotda yashamoqchi bo'lgan ayollar uchun ochganman bu klubni. Bunda hozir o'zida xavotir, qo'rquvdan
qo'rquv bo'yicha ishlash bo'yicha darslarim bor va ularni bajarib ham hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishingiz mumkin, panichniy atakalardan chiqishingiz mumkin va bu klubga har oydagi a'zolik bo'yicha boradi va har doim yangi darslar har oyda chiqib boradi. Ularni bajarib ham hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi, yaxshi tomonga albatta. Va ko'pincha o'zini qo'rquvida yuzlanishdan insonlar qo'rqadi. Uzoq muddat xavotir qo'rquv bilan ishlaganda bu qo'rquvga yuzlanishni o'rganish kerak. Qochish kerak emas, balki kichik qadamlar bilan uni o'rganish kerak va shu ma'lum bir darslar bor. Shularni bajargandan keyin o'zini ustida ishlashni bekorga aytilmaydi. Ularni bajargandan keyin inson asta-sekin shu qo'rquviga boradi va uni yengib o'ta oladi. Va albatta shu qo'rquvlarni yengib o'tganda inson boshqa bir pog'onaga ko'tariladi va o'zida juda ko'p imkoniyatlar ochiladi. Shuning uchun bu yuqorida bergan texnikalarim 100% ishlaydi. Ularni o'zimda ham ishlataman. Ko'p mijozlarimda ham buni ko'rganman. Butun hayotinglar davomida ishlaydigan texnikalar, albatta ularni bajaringlar. Va o'zinglar ustinglarda ishlab, qo'rquv, xavotirni asl sabablarini topishni xohlasanglar va hayotinglarni o'zinglarni orzularidagi hayotda yashashni xohlasanglar, munosabatlaringlarni yaxshilashni, o'zinglarni daromadinglarni oshirishni xohlasanglar, ya'ni pul bilan bo'lgan munosabatlaringlarni yaxshi tomonga o'zgartirib, daromadinglarni o'stirishni xohlasanglar, unda sizlarga klubimga a'zo bo'lishni taklif qilaman. Bunda amaliyotli ko'p ko'rasizlar. Boya aytganimdek, xavotir, qo'rquv, emotsiyalarni ustida ishlash bo'yicha darslarim bor va ular bilan ishlashingiz mumkin. O'tda ham jonli efirga o'tamiz. Sizlarga tahlil o'tib beraman, savollaringizga javob beraman va sizlarni qo'llab-quvvatlovchi atrofingizda jamoa bo'ladi. Sizlar bilan bir xilda o'ylaydigan odamlar bo'ladi. Va o'zingizni shaxsiy o'sishingiz qadamma-qadam kundan kunga rivojlanib boradi va albatta hamma klub materiallaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'tga har xil SMR usullar bilan ishlash bor, meditatsiyalari bor va ularni ishlatgandan keyin ancha o'zingiz ustingizda ishlaysiz va xavotirdan, qo'rquvdan chiqasiz. Agarda klubga a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, izohda klub deb yozing, sizga batafsil ma'lumotni beraman. Tak, endi savolingizga javob beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tak, translyatsiya O'zbekistondan, men Toshkentda turaman. Psixologiya bo'yicha bugun xavotir va qo'rquv uni qanday yechsa bo'ladi, qanday chiqsa bo'ladi degan mavzuda gaplashdik. Endi tugab qoldi efir. Texnikalarni berdim, amaliyotlarni berdim va savollaringizga javob beraman. Hozir chatda ham ochmaylik. Va har doim jonli efirda aytganimdek, bir ishtirokchiga uni muammosi bo'yicha jonli efir o'zida tahlil o'tib beraman. Marhamat, Telegramda bizani ko'rayotgan ishtirokchilar mikrofonni yoqib gapirishingiz mumkin. YouTube'da bizani ko'rayotgan tomoshabinlarimga Telegram kanalga shu sahifamda havolasi bor, Telegramni. Shunga o'tishinglarni taklif qilaman, chunki Telegramda to'g'ridan-to'g'ri mikrofonni yoqib muloqot qilsa bo'ladi. Tahlil bu konsultatsiya. Muammoinglar bo'yicha boshidan oxirigacha diagnostika o'tib, undagi muammoni to'g'rilab beraman. Shuning uchun kim birinchi bo'lsa, birinchi chiqqanga mikrofonni yoqib yoki yozinglar. Sizga o'tib beraman. Kichkina bolalardagi o'zgarishlar nimadan bo'ladi? Ko'p yig'laydi. Bolangiz necha yosh?
kichkina bolalarni yig'lab kasal bo'lishi bu ota-onasiga bog'liq bo'ladi. Ota-ona kichkina masalan 3 yosh bola bo'lsa yoki 3 yoshgacha bola bu ko'pincha onasidagi bor nimadir muammosi bo'ladi, aytolmayotgan gaplari bo'ladimi eriga yo qaynonasiga uyidagi qaysi muammoda ichida bir o'ylab yurgan bo'ladi. Shundan bola kasal bo'lib uni tanasi bilan ko'rsatadi. Ko'pincha shunaqa holatlar kuzatilgan. Ona o'zi kasal bo'lmaydi, faqat bolalari kasal bo'ladi. Ya'ni onani butun holati bolalarda aks etadi. 3 yoshdan kattaroq 3-4 5 yosh orasida otasidagi bo'layotgan o'zgarishlar va keyingi holat ham shu ota-onasidagi bo'layotgan holatni yoki oiladagi ziddiyatlarni bola ko'rsatib beradi. Bolani duduqlanib qolishi yoki yaxshi rivojlanib kelayotgan boladagi qanaqadir belgilarni ko'rayotgan bo'lsangiz yoki o'qishida serzarda shunaqa quloq solmaydigan bo'lib qolishi shu uydagi oiladagi ziddiyatlarni qanaqadir konflikt holat borligini ko'rsatadi. 18 yoshdan kattalarni konsultatsiya qilaman. Munosabatlarni ham ko'rib beraman va masalan daromadga borib taqaladigan bo'lsa panichniy ataka xavotir bilan albatta nevrolog shifokor bo'lganligi uchun hamda psixolog bo'lganligim uchun bu hamma shikoyatlar bilan holatlar bilan ishlayman va biznes bor insonligi biznesini rivojlantirayotgan uni xodimlar bilan muammolar bo'lsa yoki biznesida bir muayyan daromadga chiqolmayotgan yoki masshtabga chiqolmayotgan bo'lsa ham bunaqa muammolarni ko'rib beraman. Xodimlar uchun ham trening o'taman va biznes o'zini rahbari uchun ham to'g'rilab beraman. Buni ko'pincha biznesdagi muammolar ham insonni ongi ostida uni ota-onasi oiladagi holatiga bog'liq bo'ladi. Shu narsani diagnostikada ko'ramiz, nimaga borib taqalayotganini va shu diagnostikada chiqqan sababini olib tashlaymiz, to'g'irlaymiz terapiyada. Shu muammoni so'ralgan zaпрос deyiladi endi rus tilida, qo'yilgan maqsadda yechiladi. Qanchada chiqadi daromadga? Bu daromadga chiqishi, masalan, bir klientim, endi u faqat konsultatsiya olmagan, balki kursimda o'qiyotgan klientim 1 oy ichida o'zi ishlab savdoda ishlaganligi uchun savdosi o'sgan va savdosi o'sganligi uchun uni chet elga, endi qanchaga savdosi o'sganligini bilmayman, savdosi o'sganligi uchun unga mukofot sifatida chet elga yuborishgan va keyin o'ziga mashina sotib olgan. Shuning uchun shunaqa bonuslari va munosabatlari ota-onasi bilan munosabatlari yaxshilanganligini otziv qilib bergan edi mijozim. Shuning uchun qanchaga o'sishini bilmayman, chunki har bitta mijozim o'zini, masalan, qaysidir tadbirkor bo'lsa o'zini biznesini bo'ladi. Bu mijozlarim o'zi xodim sifatida ishlagan va o'ziga qo'yilgan plani bo'ladi, bu hammani savdo bo'yicha. Shuni o'stirib o'sganligi uchun, plandan ham oshirib bajarganligi uchun mukofot sifatida chet elga sayohatga borgan va keyin mashina ham olgan edi. Shuning uchun shunaqa tomonli agar muammolaringiz bo'lsa, bularni ham yechishga yordam beraman. Jonli efirda hammani oldida endi tahlil o'tishga ko'pchilik uyaladi, chunki buni tushunaman. Hammani oldida o'zini muammosini gapirish kerak bo'ladi, emotsiyalarni, hissiyotlarini bosib o'tadi. Ketma-ketlikda efirda hammani oldida, buning uchun o'zini noqulay sezishadi. Bunaqa holatlarda individual konsultatsiyaga taklif qilaman va boyaga aytganimdek, xavotir, tashvish hamda daromadni o'stirish yoki munosabatlardagi muammolar bo'lsa, yopiq klubimga sizlarni taklif qilaman. Unda shu yuqorida aytilgan hamma masalalarni ishlab chiqamiz hamda o'ta tayyor darslar bor. Darslarni ko'rasizlar, meditatsiyalarni ko'rasizlar va alohida har bitta ishtirokchi uchun, klubdagi ishtirokchi uchun tahlil o'tib beraman uni o'zini muammosi bo'yicha.
klub deb yozinglar. Sizlarga batafsil ma'lumotni yuboraman. O'zingizga qulay bo'lgan, albatta vaqtni aniqlab olamiz. Undan tashqari, agarda YouTube'da ko'rayotgan ishtirokchilarim bo'lsa, ularga Telegram kanaliga o'tishingizni maslahat beraman. Va bunda Telegramda ko'p marafonlar o'tkazganman, master klasslar, ayol energiyasi kursimni marafonlari bor. Ularni hammasini bepul biriktirilgan, pinga chiqarilgan joyida Telegramda o'tishingiz mumkin. Bu ham masalan o'zini oilaviy munosabatlarini, ayol energiyasi kursi bu er-xotin munosabatlarini hamda yotoqdagi bo'ladigan seksual muammolarni yechishga qaratilgan kursim. Shuni ham bir qismini ko'rishinglar, o'tishinglar mumkin bo'ladi. Savolinglar, boshqa savollar yo'qga o'xshyapti. Demak, efirni ham yakunlasak bo'ladi. Efirda aktiv ishtirok etganinglar uchun minnatdorman. Yana savollaringlar bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Hamda efirdan olgan taassurotlaringlarni, hamda bajargan praktikalardan qanaqa samarasini ko'rdinglarmi, fikringlarni bildirishinglarni xohlardim, nimani his qildinglar, yozib qoldiringlar. Xursand bo'laman. Va savollaringlarni yozib qoldirsanglar, keyingi jonli efirlarni savollaringlar asosida tayyorlab beraman. Hammanglarni o'pdim, quchoqladim. Keyingi jonli efirlarda ko'rishguncha xayr.